Men ichimdan mortlasha boshladim. Osteoporoz boshlandi. Sen esa og'riqni bosding, ukol qilding, dori ichding. Og'riq yo'qoldi, lekin men zaiflashishda davom etdim. Men yemirilib boraverdim. Sen og'riq sezmading xolos. Agar senda ham boshlanayotgan bo'lsa, Hali kech emas. Meni tabiiy yo'llar bilan tiklash mumkin. Shu profilni kuzat. Shu haqida ko'plab videolar joylangan. Men tizzayman. Ichimda muammo boshlanmoqda. Shuni hisobdan og'riq beryapman. Bu senga ogohlantirish. Sen og'riqni o'zini to'xtatish bilan emas, kelib chiqqan muammoni hal qilishga harakat qil. Bu narsani kelib chiqish sababi mizoj o'zgarishi, hazm buzilgani bilan bog'liq. Bu joyni operatsiya yoki og'riq qoldiruvchi bilan tizzani o'ziga e'tibor qaratib emas, asl sababini qidirib muolajaga kirishish kerak. Shu profilni kuzat. Suyak yemirilishi tabiiy davolash bo'yicha ko'plab videolar joylaganmiz. Men limfaman. Seni butun tanangdagi ortiqcha toksinlardan, o'lgan hujayralardan tozalab turish mening vazifam. Lekin sen doimo zararli mahsulotlar iste'mol qilasan, kam harakat qilasan, mizojingni sovutib yuborasan. energiya tushib ketadi. Natijada mening ish faoliyatim sekinlashadi. Ortiqcha suyuqliklar to'planadi. Tozalashga qiynalaman. Xalades, kartoshka, limon, turli gazli ichimliklar, shakar mahsulotlari. Bularning barchasi mening ishlashimga qarshilik qiladi. Keyin esa bo'g'imingda suyuqlik to'planadi. Bursit paydo bo'ladi. Meni tozalashga kuchim yetmay qoladi. Sen sababni aniqlab, davolashga kirish. Shunda og'riqlardan ham, ortiqcha shishlardan ham qutulasan. Profilda suyak, bo'g'im kasalliklari haqida ko'plab videolar joylaganmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Men tog'ayman. Meni vazifam ikkita suyakni bir-biridan ajratib, o'rtasida yumshoq holatda ishlashini ta'minlab turaman. Suyaklarni bir-biriga ishqalanishdan saqlayman. Agar meni ozuqam buzilsa, Senegal suyuqlik yumshatib turmasa, Yirtilib parchalanaman. Keyin esa suyaklar bir-biriga ishqalanishni boshlaydi. ozuqamni yaxshilash uchun oshqozon osti bezi, hazm a'zolari yaxshi ishlashi kerak. Agar men parchalanib yirtilgan bo'lsam, meni kesib yirtilgan joylarni olib tashlash bilan davolash vaqtinchalik foyda beradi xolos. Meni ozuqamni tikla. Natijada o'zimga kelishni boshlayman. Buning uchun ko'p yurishdan saqlaning va hazm a'zolarini to'g'rilash orqali men davolash mumkin. Tohir tabib bu kasalliklarni tabiiy usulda davolaydi. Profilda suyak, bo'g'im kasalliklari haqida ko'plab videolar joylangan. Bizni kuzatishda davom eting.